Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, musofirda yurgan aka-ukalar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Aziz yurtdoshlar, o'zlaring ko'rib mana baho berasizlar. Xudo xohlasa navbatdagi darvozamizni o'z joyiga chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Albatta akalarimiz o'zlari bizni YouTube kanalimizdan ko'rishib, musofir yurtlarda yurishib, albatta o'zlariga yoqqan darvozalar katalogimizdan tanlashib zakaz qilishganda, Xudo xohlasa mana joylariga chiroyli qilib olib kelib o'rnashtirib berdik. Bu darvozamizni aziz yurtdoshlar, Andijon viloyati Ulug'nor tumani 100 qishlog'iga olib kelib o'rnashtirib berdik. Darvozamiz 2 listda yasalgan. Rushnoy rabota darvozamiz, aynan mana shu fasondagi darvozamiz hozirgi kunda temir darvoza bo'yicha murojaat qilyapti turgan juda ko'p yurtdoshlarimizga ma'qul kelib turgan darvozalarimizdan biri. Albatta buni materiallarini bir qator tushuntirib o'tsak, aziz yurtdoshlar, darvozamiz razmeridan boshlasak ma'lumotini berishdi. Mana shu katta qanotimiz eniga 4.5, bo'yiga 3.53 razmerda. Bu отдельный kalitkamiz mana 2 tabaqali bo'ldi bu ham. Eniga 1.53, bo'yiga 3.53 razmerda bo'ldi. Hurmatli yurtdoshlar, albatta shunaqangi sifatli, arzon temir darvoza qo'ydirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bemalol ekranda nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovka xizmatlarimiz bor. Darvozamiz 2 listda bo'lgan aziz yurtdoshlar. Qovurg'a profillari mana 6 ga 4lik, 1.7 stenali, ichi yutashi bir xil variantda yasalgan darvozamiz va mana asosiy stoykalari, aylana korobkasi 5 qo'llik shiviller bo'lgan. Katta darvozamiz ham, kichkina darvozamiz ham, kalitka ham 5 qo'llik shiviller qo'yib berilgan. Endi darvozamizni kraskasiga to'xtalib o'tsak, juda ko'p yurtdoshlarimiz murojaat qilganda birinchi o'rinda kraskasi ko'chib ketmaydimi deb albatta savol berishadi. Polni gruntovkalar sepilib, hurmatli yurtdoshlar, quyosh nuriga, yog'ingarchiliklarga chidamli sifatli kraskalardan foydalanganmiz va havo aylanishini hisobiga tepa qismini lazerda chiroyli qilib gul berib, o'ydirib qo'yib berilgan. Ana piramidacha gullarini tillarang svetga bo'yab, darvozamiz juda ham chiroyli holatda chiqdi. Albatta ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib, o'zlaringni qiziqtirgan bir fikrlar bo'lsa kommentariyada yozib qoldirishlaring mumkin aziz yurtdoshlar. Mana отдельный kalitkamiz ham mana shu holatda ochiladi, 2 tabaqali bo'lib, zuber zamoklarini qo'yib, mana rezinkalarigacha qo'yib, temir bir-biriga tekkanda ortiqcha dovush chiqmasligini hisobiga chiroyli qilib darvozamizni qo'yib berganmiz. Bir qator darvozamizning orqasini ham ko'rsatib o'tsak, hurmatli yurtdoshlar, mana darvozamizni orqa qismini ham ko'rishlaring mumkin. Oldiga qanaqangi e'tibor bilan ishlangan bo'lsa, mana orqa qismiga ham ortiqcha bir shilaklarsiz chiroyli qilib mana tekis holatda qilib ishlab berganmiz. Va mana oshiq-moshiqlari polni qanotlarga 3 tadan qo'yib, juda ham baquvvat holatda qilib ishlab berganmiz. Ko'rib o'zlaring baho berishlaring mumkin. Mana shu ochib yopadigan zamogi rushnoy holatda bo'ldi. Albatta bu ham zakazga qarab chiroyli qilib berilaveradi. Umuman bir ortiqcha dovushsiz, polni shumkalar qilingan, ortiqcha bir bema'ni dovush yo'q. Chiroyli holatda chiqdi. Yana bir oldi holatini bir ko'rsatib qo'yamiz. Hurmatli yurtdoshlar, albatta bu darvozamiz 1 kvadrat metri sifatli temir mahsulotlaridan yasalganligini hisobiga 900 ming so'mdan dastavka ustanovkasi ichida kelib o'rnadi. Mana shu darvozamiz общий summasi 17,5 million so'mga o'rnatdik. Va aynan mana shu fasondagi darvozamizni 1 kvadrat metrini 700 ming so'mdan 950 ming so'mgacha yasab berishimiz mumkin. Albatta materialiga qarab, bu darvozaga ketadigan temir mahsulotni sifatsizligiga qarab kelishilgan holda tayyorlab beraveramiz. Va hozirgi kunda 500 ming so'mdan 1 kvadrat metri 2 million so'mgacha bo'lgan darvozalarimiz bor. Bemalol ekranda nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Shaxsan o'zim nomerimni qoldirib o'taman. O'zimiz temir darvozalar katalogini tashlab beramiz aziz yurtdoshlar. O'zlaringga yoqqan, ma'qul kelgan darvozani tanlab albatta zakaz qilsalaring, Xudo xohlasa chiroyli qilib tayyorlab aytilgan manzilga borib o'rnashtirib beraveramiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.